Bugun sizlar bilan 2026 yilgi Chevrolet Lacetti haqida qisqacha, ammo muhim ma'lumotlarga boy sharh qilamiz. Lacetti O'zbekiston yo'llarida o'zini allaqachon isbotlagan, ishonchliligi va qulayligi bilan mashhur sedan. Bu model ilk bor 2002 yilda dunyoga kelgan va yillar davomida soddaligi hamda mustahkamligi sababli keng ommalashgan. 2026 yilgi Lacetti tashqi ko'rinishida zamonaviyroq dizayn, silliq chiziqlar va yanada chiroyli old qism bilan ajralib turadi. Salon keng, o'rindiqlar qulay, kundalik hayotda kerak bo'ladigan barcha asosiy funksiyalar mavjud. Shu sababli u oilaviy foydalanish uchun juda mos. Texnik tomondan mashina tejamkor dvigatel bilan jihozlangan bo'lib, shahar ichida ham, uzoq yo'llarda ham bemalol harakatlanadi. Boshqa shu sinfdagi avtomobillar, Cobalt yoki Onyx bilan solishtirganda, Lacetti o'zining arzon xizmat ko'rsatishi va oddiy tuzilishi bilan ajralib turadi. Narxi ham ko'pchilik uchun qulay bo'lib, sifat va narx o'rtasidagi muvozanatni yaxshi ushlab turadi. Umuman olganda, 2026 Chevrolet Lacetti ishonchli, tejamkor va kundalik foydalanish uchun juda qulay avtomobil.